Butunjahon yovvoyi tabiat kuni munosabati bilan EcoQuest intellektual o'yini o'tkazildi. Tadbir Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tomonidan Global Ekologik Fond, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Yoshlar ishlari agentligi, Volontyorlar assotsiatsiyasi hamda Toshkent hayvonot bog'i hamkorligida tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, EcoQuest o'yinlari respublikaning barcha hududlarida o'tkazildi. Unda jami 2000 ga yaqin ekofaol ishtirok etdi. Toshkent hayvonot bog'idagi tadbirda 100 dan ortiq ishtirokchi turli shartlar bo'yicha o'z bilim va topqirligini sinovdan o'tkazishdi. Shuningdek, atrof muhitni, o'simliklar, yovvoyi hayvonlar, qushlarga g'amxo'rlik qilish, yoshlarning bu boradagi ekologik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, ishtirokchilar tomonidan yovvoyi fauna vakillariga ozuqalar tarqatildi. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad kelgusida yoshlarimiz aynan shu tadbirlar doirasida va undan keyin ham birinchi o'rinda shu yovvoyi hayvonlarni demak sonini qisqartirilayotgani yoki savdo sotiqini oldini olish, brakonyerlikni oldini olishga o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Sababi yoshlarimiz aynan shu hayvonlarga bo'layotgan munosabati bugungi kunda u ertaga kelajagimizni, o'sha bular kelajak bunyodkorlari, quruvchilari va o'zidan kelgusiga keladigan avlod uchun ham tushuntirib berishlari mumkin. Meni fikrimcha bu kabi tadbirlarni ko'paytirishimiz, bu razovый yo bir martalik aksiya emas, doimiy ravishda o'tkaziladigan tadbirlarga aylanish kerak va shuni hozir yo'lga qo'ymoqchimizki, mana shu bir oyda bir marta ochiq eshiklar kunini, ya'ni hayvonot bog'larida o'tkazish, o'sha maktab o'quvchilaridan tortib, o'sha jajji, maktabgacha tarbiyalovchi bo'lgan bolalarimizni ochiq eshiklar kunida tabiatga hamohang ravishda uni bir hayvon dunyosini o'zlashtiradi va o'rganadi deb o'ylayman. Ma'lumot uchun 2013-yil 20-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi keng jamoatchilikning yovvoyi hayvonot va o'simlik dunyosi haqida xabardorligini oshirish maqsadida 3-martni Butunjahon yovvoyi tabiat kuni deb e'lon qildi. Bu yilgi mavzu dorivor va xushbo'y o'simliklar, salomatlik, meros va tirikchilik manbalarini asrash bo'lib, o'simliklarning tibbiyot, madaniyat va millionlab insonlar hayotidagi o'rni, shuningdek yashash muhitining yo'qolishi, me'yordan ortiq yig'ib olinishi hamda iqlim o'zgarishi sababli yuzaga kelayotgan tahdidlarga e'tibor qaratilgan.